Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan yana bitta mahsulot bilan bo'lishib chiqyapman. Nirlich brendi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotimizni probiotik 3 yoshdan boshlab farzandlarimizga berasiz ham o'zlaringiz ham ichasiz. Biz oilaviy ichamiz. Qabziyat bo'layotgan insonlarni hammasiga tavsiya beraman. Rosa ham zo'r mahsulot. Ichidagi har bir mikroflorani tiklab beradi qizlarjonlar. Ad-dushi tavsiya beraman, chunki men o'zim doimiy holatda ichaman, chunki ichim qotadi. Raslabительni ich yurg'izadiganlarni ham ichsam, u vaqtinchalik ichingiz yurg'izadi, lekin lecheniya qilib bermaydi. Bu именно lecheniya qilib beradi. Bolalarim ham shuni ichadi, o'zim ham ichaman. Hammaga tavsiya beraman. Kechqurun har kun yotishdan oldin ichib yotaman. Juda ham zo'r qabziyatni lecheniya qiladi. Yuzingiz ham, teringiz ham shunaqa tozalanishi boshlaydi, o'zi bilishni boshlaysiz effektini. Mazasi ham ishonasizlarmi, shunaqa zo'r, ana bananoviga o'xshaydi. Vashsha mazasi zo'r lekin. Maza qilib ichaman. Hammaga tavsiya beringlar. 10 kunlik shunaqa zo'r maynali sirop ichaman.